Xo'sh, o'rtoqlar, mana bu передний babka. İçini rastochka qilish kerak. Stol bo'ylab ko'tarildi. Ana endi mana bunga lyunet qilindi. Juda ham qiyin. Mana bunday rastlanadigan qilindi. Mana bular 00 ga keldi. Nolga keldi, aylantirgim ko'rinmaydi, xullas keldi. Mana bu подвижной lyunet yasab olindi. Mana шлифованный поверхность. Mana bu. Xo'sh, ana endi mana buni og'ir listlarda qo'zg'almas qilib bir svarkalab tashlandi. Mana bu qo'zg'almas lyunet qilindi. Mana bular deformatsiyasi deyarli yo'q. Endi buning eng muhim jihati xo'p, mana bu головка buraladi gradusga. Tak, umumiy karetkaga mahkamlandi. U borib kelinadi. Mana shpindelning markazi bu yerdan topib olindi. Karetka orqaga surib bu shpindel mana shu topib olingan analogga asoslanib bu yoqqa ko'chirildi. Endi buning parallel chizig'i, parallelligi, gorizontal parallelligi, hop, x o'q bo'ylab, y o'q bo'ylab, z yo'nalish bo'ylab past balandlari indikatorda bir qancha indikatorlar bilan namoyon qilindi. Bir o'zim qildim. Hatto kulich olib beradigan odamim yo'q. Dala sharoitida zavod sharoitini yaratib, mana shuning ichi bir ustanovkada rastochka bo'lishi kerak. Endi orqa babka u ham xuddi shunday rastochka qilinadi ichi. Xo'p, mana bu diametri 120. Hozir bu staynalar shilfovka bo'lgandan keyin bular ancha cho'kdi, 1,5 mm atrofida. Shu cho'kkanlarning hammasini hisobini olib, mana bu 97,2 hisoblab chiqildi. Hisoblab chiqilishi ham oson ish bo'lmadi. Xo'p, ana endi mana bu yerda aynan mana shu karetkaning передний babkaning teshigi juda ham sotkasigacha to'g'ri kelmaydi bu. Shuning uchun buni bir ustanovkada mana bu staninaga parallel ravishda 5 mm rastochka qilib tashlanadi. Keyin vtulka qoqilib, ichi 120 qilib, keyin shpindellari montaj qilinadi. Ana shunda mana shu karetkaning toshli o'qiga parallel sotkasigacha deyarli keldi. 1 sotka, yarim sotka, maksimum 2 sotkagacha ushlab bo'lmadi. Sababi salqin paytda namoyon qilingan narsa avetga borib issiq paytida 2 sotka, 1,5-2 sotka issiqda deformatsiya beraveradi. Bu teplo deformatsiya, uni ushlab bo'lmaydi. U dopusli ichida, u отличный degani. Mana bir qancha hisob-kitoblar. Xo'p, dala sharoiti mana oddiy dala sharoiti, ustida palatka, tepada ручной кран-балка. Mana shunday qiyin vaziyatda
Mana shu narsalar zavod talab darajasi asosida barpo etilyapti. Ana endi bu hech kimga qiziq joyi ham yo'q, lekin bu shu narsani shunday sharoit yaratib yuzaga keltirish ham o'zi bo'lmaydi. Shunga yarasha bilim, tajriba kerak. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, mana shu производство zavodim yo'qda, zavodim bo'lganda bundanda a'lo darajada ishlagan bo'lardik. Karetkaga bu pachimni qo'yildi. Hali moy bu yotibdi, bu artib tozalanadi. Bu yerda motorlarda joyi turibdi. Bu to'laqonli boshqa sistemada ishlaydigan, val shifrovka qiladigan stanok yaratilyapti. Bir ustanovkada shaturnoyni ham, karnoyni ham shifrovka qiladigan stanok yaratilyapti. Hozircha mana shular. Yana davom etamiz.